Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun biz yashayotgan sayyorada bir paytlar gullab yashnagan, hozir esa butunlay yo'qolib ketgan shaharlar bo'lgan bo'lsa-chi? Ehtimol ular dengiz tubida yotar, ehtimol chol qumlari ostiga ko'milgan, ehtimol esa tropik o'rmonlar orasida butunlay ko'zdan yashiringandir. Atlantida afsonasi ming yillardan beri inson tasavvurini o'ziga rom qilib keladi. Qachonlardir juda yuksak texnologiyaga ega bo'lgan bir orol imperiyasi bo'lib, bir kecha-kunduz ichida halokatga uchragani aytiladi. Bu hikoya haqiqatmi yoki faqat ramziy ertakmi? Bu hujjatli hikoyada biz Platon aytib o'tgan Atlantida haqida, uning bo'lishi mumkin bo'lgan joylari haqidagi turli nazariyalar haqida, haqiqatda mavjud bo'lgan, lekin asrlar davomida yo'qolib ketib, keyinchalik qayta topilgan shahar va sivilizatsiyalar haqida va albatta Eldorado, Lemuriya kabi boshqa afsonaviy yurtlar haqida so'z yuritamiz. Yo'l oxirida esa bitta katta savolga qaytamiz. Afsonalar qanchalik uydirma, qanchalik tarixiy xotiraning sonib borayotgan soyasi? Platon va Atlant afsonasi. Atlant haqida asosiy manbamiz qadimgi Yunon faylasufi Platon. U miloddan avvalgi 427-347 yillar oralig'ida yashagan va garb falsafasining poydevorini qo'ygan buyuk mutafakkir hisoblanadi. Atlant haqida u o'zining ikkita dialogida, Timaeus va Kritik asarlarida yozadi. Bu asarlar falsafiy matn bo'lib, ideal jamiyat, hokimiyat, axloq va siyosat haqida fikr yuritadi va Atlantidani aynan shu g'oyalarni tushuntirish uchun misol va metafora sifatida ishlatadi. Platon hikoyani shunday quradi. So'zlovchi sifatida Kriti ismli obrazni ishlatadi. U esa bu rivoyatni go'yo bobosidan eshitganini, bobo esa uni qadimgi Misr ruhoniylaridan, ularga esa bu hikoya Afinaga borgan siyosatchi va shoiri Solon orqali yetib kelganini aytadi. Platon rivoyatga ko'ra, Atlantida Afina shahridan 9000 yil oldin mavjud bo'lgan ulkan orol imperiyasi bo'lgan. U Herkul ustunlari deb atalgan joydan, bugungi Chebelitarik bo'g'ozdan narida bilinadigan dunyoning chetida joylashgan edi. Atlant xalqi va ularning fazilatlari. Platon rivoyatida Atlant aholisining kelib chiqishi ham mifologik. Poseydon olik famqa ayol Pletoni sevib qoladi va uni himoya qilish uchun kichik to'pni suv va yer halqalari bilan o'rab oladi. Ular ondan ortiq farzand ko'radi va Poseydon orolni 10 ta qirollikka bo'lib, har bir farzandiga bittadan ulush beradi. Eng kattasi Atlas bosh qirol bo'lib, orol va uni o'rab turgan okean uning nomi bilan ataladi, Atlantida va Atlantika. Platon dastlab Atlant xalqini axloqan yuksak, adolatli, saxiy va qonunlarga bo'ysunuvchi jamiyat sifatida tasvirlaydi. Ular xudolarga hurmat bilan munosabatda bo'lishgan, qonunlarni buzmagan, boylikdan mast bo'lmay me'yorni saqlagan. Aynan mana shu axloqiy poklik ularning qudratini, farovonligini va ilmiy-texnik taraqqiyotini ta'minlagan, deya tushuntiradi Platon. Axloqiy kurashi va Platonning saboqlari.
Vaqt o'tishi bilan, deydi Platon, Atlantika hukmdorlari va aholisi asta-sekin ilohiy ildizlarni unutishga, faqat moddiy boylik va hokimiyat ortidan quvishga kirishishadi. Ularning katta hududlarni zabt etish istagi, urushlar, ochkozlik va kibr jamiyatni ichidan yemirishni boshlaydi. Platon uchun eng muhim nuqta aynan mana shu. Axloqiy yemirilish eng rivojlangan jamiyatni ham bir kunda yo'q bo'lishga olib kelishi mumkin. Atlantidaliklar Afrikaning katta qismini, Yevropaning bir bo'lagini bo'ysundirmoqchi bo'lishadi. Oxir-oqibat ularning armiyasi Afinaga qarshi yurish qiladi, lekin Platon rivoyatiga ko'ra, aynan afinaliklar ularni mag'lub etadi. Shundan so'ng xudolar Atlantidani jazolashga qaror qiladi. Dahshatli zilzilalar, toshqinlar, yomg'irlar oqibatida butun orol bir dahshatli kun va tun ichida okean qa'riga cho'kadi. Shu tariqa Platon o'z davrining tinglovchilariga shunday xulosa chiqaradi. Axloqdan ayrilgan kuch baribir halok bo'ladi. Atlantika afsonami yoki tarixmi? Bugungi tarixchi va arxeologlarning katta qismi Atlantikani Platon tom ma'noda oylab topgan deb hisoblaydi. U bu hikoyani real tarixni emas, falsafiy g'oyalarni jonli va esda qoladigan shaklda tushuntirish uchun ishlatgan, deyishadi ular. Biroq hamma ham bunga qo'shilmaydi. Shuni unutmaslik kerak. Platon ko'pincha ramziy tilda yozadi. Lekin u eshitgan qadimgi rivoyatlar, tabiiy ofatlar va yo'qolgan shaharlar haqidagi esdaliklarni afsona ichiga singdirgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham ming yildan buyon olimlar va sarguzasht izlovchilar bitta savolga javob izlashmoqda. Atlantika haqiqatan ham bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, qayerda? Endi Atlantika joylashuvi haqidagi mashhur nazariyalarga nazar tashlaymiz. Nazariyalar Atlantika qayerda bo'lishi mumkin? Platon juda aniq bir ishora qoldiradi. Atlantika Herkul ustunlari orqasida, ya'ni bugungi Chebelitarik bo'g'ozidan narida joylashgan bo'lgan. Bu ibora qadimgi Yunonlar uchun bilinadigan dunyoning cheti, undan narisi esa sirli va xavfli hududlar ma'nosini bergan. Shu sababli turli davrlarda yozgan mualliflar Atlantikani Atlantika okeanidagi orollar bilan, O'rta Yer dengizidagi vulqon orollari bilan, hatto Karib dengizi yoki Janubiy Amerika bilan bog'lashgan. Keling, eng mashhur nomzodlardan boshlaymiz, deyishimiz mumkin. Akrotori va Santorini haqiqiy ilhom manbai bo'lishi mumkinmi? Ba'zi arxeologlar Atlantika afsonasining real yadrosi Egey dengizida bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Bu nazariyaga ko'ra, Platon voqealarni geografik emas, balki ramziy tarzda kattalashtirgan. Santorini orolidagi qadimiy Akrotir shahri rivojlangan shaharsozlikka, murakkab freskalar va san'atga, yaxshi yo'l va kanal tizimiga ega bo'lgan Minoy madaniyati markazlaridan biri edi. Miloddan avvalgi taxminan 17 asrda bu yerda ulkan vulqon portlashi sodir bo'ladi. Orolning katta qismi portlab ketadi, atrofdagi qirg'oqlarga gigant tsunami uriladi, shahar to'lqinlar va kul ostida qoladi. Bu halokat Akrotirini birdaniga yer yuzidan yo'q qiladi.
qo'shni orollardagi hayotni izdan chiqaradi. Giritdagi Minoy sivilizatsiyasining ham asta-sekin pasayishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ba'zi tadqiqotchilar Platon muqarrar tabiiy ofat bilan yo'q bo'lgan mana shu sivilizatsiya haqidagi xotiralarni afsonaga aylantirgan bo'lishi mumkin deydi. 8. Spartel yoki Majnun shohhoki, Chebelitarik yaqinidagi cho'kkan orol. Yana bir nazariyaga ko'ra, Atlantida Marokash qirg'oqlari yaqinida, Chebelitarik bo'g'ozi oldidagi shohhok hududida joylashgan bo'lishi mumkin. Bugun bu yer Spartel yoki Majnun shohhoki deb ataladi va butunlay suv ostida. Ba'zi geologlar fikricha, so'nggi muzlik davri oxirida dengiz suvlari ko'tarilganda bu hududdagi past-tekislik orollarini asta-sekin suv bosgan. Kuchli zilzila va tsunamilar qolgan qismini ham yo'q qilgan bo'lishi mumkin. Platon aytgan, bir kecha va kunduz ichida halokat iborasi shunday keskin geologik voqeaga ramz bo'lishi ehtimoli bor. 9. Azor orollari haqiqiy Atlantida qoldiqlari. Atlantika okeanining o'rtasida, Portugaliya garbida joylashgan Azor orollari ham ko'p yillar Atlantida bilan bog'lab kelindi. Ba'zi eski mualliflar bu orollarni go'yoki bir paytlar batamom suv ostiga ketgan katta materikning cho'qqilari deb tasavvur qilishgan. 19 asrda Ignatius Donnelly ismli muallif Atlantida to'fondan oldingi dunyo kitobida Azorlarni Atlantidaning ehtimoliy joyi sifatida ko'rsatadi. Keyingi ba'zi geologlar ham shu fikrni davom ettiradi. Lekin zamonaviy geologiya shuni ko'rsatdiki, Azor orollari vulkanik kelib chiqishga ega. Ular uzoq geologik davrlar davomida butunlay materik bo'lib turmagan. Bir necha ming yil oldin cho'kkan katta qit'a g'oyasini tasdiqlovchi dalillar yo'q. Shu bois ilmiy hamjamiyatning ko'pchiligi Atlantidani Azorlar bilan bog'lashni ilmiy emas, afsonaviy gipoteza deb hisoblaydi. 10. Kanareyka orollari, Madeira va Cape Verde. Atlantika okeanining boshqa orollari, Kanareyka orollari, Madeira va Cape Verde ham ko'p marta Atlantida bilan tenglashtirilgan. Sababi aniq, ular ham Chebelitarik bo'g'oziga nisbatan narida, Platon ta'rifiga mos keladigandek tuyuladi. Ba'zi 18-19 asr olimlari bu orollar cho'kib ketgan katta yerning qolgan parchalari deb yozishgan. Ammo geologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu orollar so'nggi millionga yaqin yil ichida doimiy ravishda ko'tarilib borgan. Yaqinda cho'kib ketgan katta materikdan asar ham yo'q. Demak, ular ham Atlantika uchun ishonchli nomzod bo'la olmaydi. Yonaguni Yapon Atlantikasi afsonasi. Endi dunyoning boshqa tomoniga, Yaponiyaning janubi-garbiy qismiga yo'l olamiz. Bu yerda Yonaguni oroli yaqinida dengiz ostida g'ayrioddiy tosh shakllari topilgan. Dengiz osti suratlarida keng maydonni egallagan gigant platformalar, tosh zinapoyaga o'xshash qatlamlar, keskin burchaklar va tekis yuzalar ko'rinadi. Ba'zi tadqiqotchilar bu qadimiy yo'qolgan sivilizatsiya qurilgan shahar qoldiqlari, bu Yapon Atlantikasi degan fikrni ilgari surishadi. Biroq ko'pchilik geologlar va arxeologlar boshqacha fikrda. Toshlarning bunday ko'rinishi tabiiy yorilish va eroziya jarayonlari natijasi bo'lishi mumkin.
Hudud juda kuchli zilzilalar zonasi bo'lgani uchun qatlamli toshlar sun'iydek ko'rinadigan shakllarga bo'linib ketadi. Bu yerda inson omiliga ishora qiladigan ishonchli qadimiy ashyoviy dalillar topilmagan. Shu sababli yonaguni g'oyasi ilmiy dalillardan ko'ra ko'proq tasavvur va romantik afsonaga tayangan holda yashab kelmoqda. Richard tuzilmasi sahroning ko'zi. Atlantika uchun eng qiziq nomzodlardan biri Afrika sahrosidagi Richard tuzilmasi. Kosmosdan qaraganda u aylan-aylana joylashgan gigant halqalarga o'xshaydi, go'yo sahro o'rtasida ulkan ko'z turgandek. Ba'zi odamlar bu halqali shaklni Platon tasvirlagan Atlantika poytaxtidagi suv va yer halqalari bilan qiyoslashadi. Shu bois internetda Atlantika aslida sahroda bo'lgan degan nazariyani ko'p uchratish mumkin. Ammo geologlar buni mutlaqo tabiiy geologik tuzilma deb tushuntiradi. Uzoq million yillar ichida shamol va suv eroziyasi, tabaqalangan jinslarning notekis yemirilishi, ichki geologik jarayonlar natijasida hosil bo'lgan relyef. Bu hududda ba'zi tosh qurollar va qadimiy odamlar yashaganini ko'rsatuvchi izlar topilgan bo'lsa-da, Atlantika kabi ulkan shahar yoki rivojlangan sivilizatsiyaga tegishli aniq dalillar yo'q. Bimini yo'li Karib dengizidagi sirli toshlar. Atlantika izlovchilar yana bir joyni alohida tilga olishadi, Bimini yo'li. Bu Bahama orollari yaqinida Sayoz dengiz tubida yotgan katta-katta tosh plitalar bo'lib, ular go'yo yo'l yoki devor qoldigiga o'xshaydi. Ba'zi sarguzashtparastlar bu suv ostiga ketgan Atlantika shahrining ko'chasi yoki bandargohi deya iddao qilishadi. Lekin geologlar bu toshlarni tabiiy bechrodka qirg'oqda hosil bo'ladigan karbonatli tosh turi deb tushuntiradi. Ular qum va ohaktoshli chokindilarning sekin-asta qotishi, keyin esa to'lqin va oqimlar bilan bo'laklarga bo'linishi natijasida hosil bo'ladi. Shakllar va burchaklarning geometrik ko'rinishi ham tabiiy bo'linish va yorilish jarayonlarining natijasi bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu hududda qadimiy sivilizatsiyaga tegishli aniq shahar xarobalari, buyumlar yoki ashyolar topilmagan. Tartes va Atlantika Ispaniyaning yo'qolgan shahri. Endi Atlantika izlari bizni Ispaniyaning janubiga, Guadalquivir daryosi vodiysiga olib boradi. Bu yerda qadim zamonlarda Tartes deb atalgan, boyligi va savdosi bilan mashhur bo'lgan shahar va madaniyat yuksalgan. Qadimgi Yunon va Rim mualliflari Tartesni oltin, kumush va misga boy, kuchli flot va savdo tarmog'iga ega Garbning birinchi sivilizatsiyasi sifatida tasvirlaydi. Keyinchalik bu madaniyat izsiz yo'qolib ketadi. Arxeologik dalillar uning haqiqatan ham bo'lganini tasdiqlaydi, lekin shahar o'rnini aniq ko'rsatib berish hali ham qiyin. Ba'zi mualliflar Platon Atlantika haqidagi rivoyatga Tartes haqida eshitganlarini ham qo'shib yuborgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Shunday qilib, Atlantika ehtimol bir nechta yo'qolgan shaharlarga oid xotiralar ariqlanib, bitta ulkan afsonaga aylangan bo'lishi mumkin. Haqiqiy yo'qolgan shaharlar va sivilizatsiyalar. Atlantika afsona bo'lishi mumkin.
Ammo dunyo tarixida haqiqatdan ham yo'q bo'lib ketgan shaharlar juda ko'p. Ularning ba'zilari tabiiy ofatlar, zilzila, vulqon, toshqinlar oqibatida. Boshqalari esa urush, qurg'oqchilik yoki savdo yo'llarining o'zgarishi tufayli bo'shab qolgan. Ularning aksariyati asrlar davomida unutilib ketgan, qayta topilganda esa odamlar bu joy bor ekan-ku deb hayratlanishgan. Endi shunday shaharlardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Pompey, Angkor, Petra, Teotihuacan, Maya shaharlarining yo'qolishi. Amazon o'rmonlaridagi sirli shaharchalar. Pompey, vulqon soyasida muzlab qolgan hayot. Italiyaning Neapol shahri yaqinida qadimiy Pompey shahri joylashgan edi. U Vezuv vulqoni etagida qurilgan, rivojlangan Rim shahri, teatrlar, hammomlar, forum, uy-joylar bilan to'la bo'lgan. Milodiy 79 yilda Vezuv kutilmaganda juda kuchli portlaydi. Avvaliga kul va toshlar yog'iladi. Ortidan esa issiq gaz va kul aralashgan halokatli piroklast oqimlar keladi. Pompey aholisining ko'pi qochishga ulgurmaydi. Shahar bir necha metrli vulqon kuliga butunlay ko'miladi. Qiziq tomoni shuki, aynan shu kul qatlamlari uylarni, devoriy rasmlarni, kundalik buyumlarni, odamlarning tanalarini deyarli muzlatib qo'yadi. Asrlar o'tib, arxeologlar Pompeyni qazib olganlarida go'yo vaqt to'xtab qolgandek tasvirni ko'rishdi. Qanalar, ko'chalar, do'konlar, uylarning devoridagi yozuvlar, hammasi o'sha daqiqada qanday bo'lsa, shunday saqlanib qolgan. Pompey bu real Atlantika emas, lekin bir kun ichida halokatning eng ta'sirli tarixiy misollaridan biridir. Angkor, o'rmon yutib yuborgan imperiya. Kambodjada joylashgan Angkor shahri va uning atrofidagi hudud bir paytlar Xmer imperiyasining yuragi bo'lgan. Bu yerda ulkan ibodatxonalar, eng mashhuri Angkor Wat, murakkab kanal va suv omborlari, saroylar va shahar darvozalari mavjud edi. Xmerlar suvni boshqarish bo'yicha juda yuqori darajadagi tizim yaratgan. Ular daryolarni to'sib, suv havzalari va kanallar qurishgan, shuning hisobiga katta aholini oziqlantirishgan. Ammo 13-15 asrlarga kelib, bir nechta omil birgalikda imperiyani zaiflashtira boshlaydi. Iqlim o'zgarishi, qattiq qurg'oqchilik va ortidan kelgan sel. Shimoldan mogullar, sharqdan Siam, Tailand bosimlari. Ichki siyosiy beqarorlik va din o'zgarishlari. Aholi asta-sekin Angkorni tark etadi, poytaxt boshqa joyga ko'chadi. O'rmon esa asta-sekin yo'llarni, binolarni, ibodatxonalar devorini o'z bag'riga yutadi. Angkor yuzlab yillar davomida tashqi dunyo uchun deyarli yo'q bo'lib ketadi. Faqat 19 asrga kelib, Yevropadan kelgan sayohatchilar va tadqiqotchilar uning ulkan xarobalarini dunyoga qayta tanishtiradi. Petra, toshga oyilgan shahar. Yordaniyada joylashgan Petra shahrini ko'rgan odam, u haqiqatan ham afsonaviy joy emasmi deb o'ylab qoladi. Petra so'zi yunoncha tosh degani bu bejiz emas. Shahar fasodlari rang-barang qoyatoshlarga oyib qurilgan.
Qadimda bu yer nabatiylar deb atalgan arab xalqining poytaxti bo'lib, Arabiya, Misr, Suriya va O'rta Yer dengizini bog'lovchi savdo yo'llarining chorrahasida joylashgan. Ziravor, tutatqi, ipak kabi mahsulotlar shu yer orqali o'tgan. Tez orada Petra boyib ketadi, ammo savdo yo'llari o'zgara boshlaydi. Hududda kuchli zilzilalar bo'ladi. Suv tizimlari zarar ko'radi. Aholi kamayib boradi va shahar asta-sekin bo'shab qoladi. U ko'p asrlar davomida faqat mahalliy badavlat beduinlar va bir necha sayohatchilargagina ma'lum bo'lgan. Bugun Petra UNESCO merosi va yangi dunyoning 7-mo'jizasidan biri sifatida tan olingan. Teotihuacan, xudolar shahrining jim sirlari. Meksika poytaxti yaqinida qadimiy Teotihuacan xarobalari joylashgan. Nahuatl tilida bu nom odamlar xudo bo'lib qoladigan joy degan ma'noni beradi. Bu shahar milodiy taxminan 1-7 asrlar oralig'ida eng avj nuqtasiga yetgan. O'sha davrda aholi soni 100-200 ming atrofida. Gigant piramidalar, quyosh va oy piramidalari, uzun o'liklar shoh ko'chasi, saroylar va ibodatxonalar mavjud bo'lgan. Lekin eng qiziq savol: bu shaharni kimlar qurgan va nima uchun tark etishgan? Azteklar Teotihuacanga kelganida bu shahar allaqachon xaroba holida edi. Arxeologlar uning qulash sabablari sifatida uzoq davom etgan qurg'oqchilik, ichki ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar, savdo yo'llarining o'zgarishi, ehtimol bosqin va isyonlarni tilga olishadi. Bugun ham Teotihuacan ko'plab savollarga javobsiz turibdi, xuddi afsonaviy yo'qolgan shaharlar kabi. Maya shaharlarining g'oyib bo'lishi. Markaziy Amerikada joylashgan Maya sivilizatsiyasi insoniyat tarixidagi eng murakkab va qiziqarli madaniyatlardan biri. Ular yozuv tizimi, murakkab matematika va astronomiya, ulkan piramida ibodatxonalari, kuchli shahar davlatlar bilan mashhur. Chichen Itza, Palenque, Tikal, Kalakmul kabi shaharlar uzoq vaqt davomida o'rmonlar ostida yashiringan bo'lib, keyin topilgan. Milodiy 9-10 asrlarga kelib ko'plab yirik Maya shaharlarda ichki urushlar, uzoq davom etgan qurg'oqchilik, o'rmonlarning kesilishi va tuproqning yemirilishi jamiyatni inqirozga olib keladi. Aholi katta markazlarni tashlab kichikroq qishloqlarga tarqalib ketadi. Shaharlar esa tropik o'rmonlar bagrida asta-sekin yo'qolib ketadi. Bu jarayon ham Atlantida afsonasini eslatadi. Rivojlangan madaniyat baribir tabiat va ijtimoiy muvozanat buzilganda o'z-o'zini saqlab qola olmaydi. Amazon o'rmonlaridagi yashirin shaharlar. Yaqin yillargacha ko'pchilik olimlar Amazon o'rmonlarida faqat kichik ko'chmanchi qabilalar yashagan deb hisoblar edi. Lekin yangi texnologiyalar, masalan, lidar, havo skaneri yordamida daraxtlar ustidan turib yer yuzasi xaritalanganda. Darhaqiqat bu hududda ham murakkab shahar tizimlari bo'lganini ko'rsatdi. Ekvador va Braziliyaning ayrim hududlarida to'g'ri chiziqli yo'l tarmoqlari, geometrik shaklli joylashmalar, vasti qishloqlar va shahar qoldiqlari topilmoqda.
Bu joylar vulqonlar, kasalliklar, ijtimoiy inqiroz yoki Yevropa mustamlakachiligi natijasida bo'shab qolgan bo'lishi mumkin. Bugun faqat ularning izlari, tuproqdagi naqshlar, o'rmon ostidagi xarobalar xolos. Shunday qilib, yo'qolgan shaharlar faqat afsonalarda emas, haqiqiy geografiya va arxeologiya xaritasida ham mavjud. Afsona bo'lgan, keyin topilgan shaharlar. Endi esa afsonalar va haqiqat chegarasi qanday o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadigan 3 ta mashhur misolga nazar solamiz. Troya, Miken, Bobil. Ularning uchalasi ham uzoq vaqt ertak deb qaralgan, keyin esa arxeologiya ularning real bo'lganini isbotlagan. Troya Homer qo'shiqlaridan arxeologiya maydoniga. Gomerning Iliada asarini ko'pchilik maktabdan biladi. Unda Troya urushi haqidagi afsonaviy voqealar tasvirlanadi. Uzoq vaqt davomida Troya shunchaki she'riy uydirma deb o'ylanadi. 19 asrda nemis tadqiqotchisi Genrix Schliemann Gomer asarlaridan yo'l-yo'riq sifatida foydalanib, Turkiyaning shimoli-g'arbida qazish ishlarini boshlaydi. Natijada u bir emas, bir-biri ustiga qurilgan bir necha qatlamli shahar qoldiqlarini topadi. Shu qatlamlardan biri Troya Wien deb atalgan bosqich, tarixchilar nazarida afsonaviy Troya bilan eng mos keladigan davr bo'lib chiqadi. Demak, afsona ichida ham tarixiy yadro bo'lishi mumkin ekan. Miken qahramonlar shahri. Yunon mifologiyasida Miken shahri qahramonlar, jumladan Agamemnon va Perseus bilan bog'liq. U ham uzoq vaqt faqat rivoyat deb qaralgan. Schliemann va boshqa arxeologlar qazishmalar olib borib, Mikenning haqiqatan ham mavjud bo'lgan yirik Akropol shahri ekanini, unda saroylar, qabr inshootlari, mustahkam devorlar bo'lganini ko'rsatishdi. Shahar miloddan avvalgi 12 asrlarda urushlar, zilzila yoki ichki inqiroz oqibatida vayron bo'lgan va asrlar davomida xarobalar ostida qolgan. Bobil kufr va kibr ramzimi yoki haqiqiy metropolismi? Qadimgi Mesopotamiyaning eng mashhur shaharlaridan biri Bobil. U Bibliyadagi Bobil minorasi va osma bug'lar haqidagi rivoyatlar bilan bog'langan. Ko'pincha kufr va kibr markazi sifatida tasvirlangan. Aslida esa Bobil qonunlar, Hammurapi kodeksi, matematika va astronomiya, me'morchilik, suv inshootlari bo'yicha Oz davrining eng ilg'or markazlaridan biri bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan shaharda bir necha marotaba hokimiyat almashadi, urushlar va vayronagarchiliklar bo'ladi. Oxir-oqibat u ham siyosiy va iqtisodiy sabablar oqibatida ahamiyatini yo'qotib, bo'shab qoladi. 20 asr arxeologlari Bobil xarobalarini keng ko'lamda o'rgana boshlashgach, afsonaviy tasvir ortida haqiqiy ulkan shahar turgani yana bir bor tasdiqlandi. Atlantikadan tashqari boshqa afsonaviy shaharlar va qit'alar. Inson tasavvuri Atlantida bilan to'xtab qolmaydi. Asrlar davomida El Dorado, Aztlan, biz yo'qolgan shahri, Mu va Lemuriya kabi yo'qolgan qit'alar, Tule va Trapalanda kabi dunyoning chetidagi shaharlar haqida ham afsonalar to'kilgan. Ularning ba'zilari sarguzasht izlovchilarni haqiqiy ekspeditsiyalar va fojialarga yetaklagan. Boshqalari esa ruhiy ezoterik oqimlarning muqaddas yurtlariga aylangan. El Dorado oltin changga burkangan afsona.
Ispaniyalik konkistadorlar Janubiy Amerikaga kelganida, ular mahalliy xalqlarning marosimlarini ko'rib hayratda qolgan. Afsonaga ko'ra, bir hududda hukmdor o'z tanasini oltin chang bilan qoplab, muqaddas qo'lga cho'milgan va oltin buyumlarni suvga tashlagan. Bu rivoyat asta-sekin to'liq oltindan qurilgan shaharga aylantirildi va El Dorado oltin yurt afsonasi paydo bo'ldi. Asrlar davomida ko'plab ekspeditsiyalar, Kolumbiya to'plari, Amazon o'rmonlari, Ant to'plari orasidan shu shaharni izlab o'tdi. Ko'plab odamlar kasallik, ochlik, daryolarda cho'kish yoki mahalliy qabilalar bilan mojarolarda halok bo'ldi. El Dorado topilmadi, ammo uning izlanishi Janubiy Amerika xaritasini ochishda muhim rol o'ynadi. Aslan, Azteklar vatani. Meksika afsonalarida Aslan nomli sirli yurt tasvirlanadi, Azteklarning dastlabki vatani. Afsonaga ko'ra, ular shu yerdan uzoq migratsiya qilgan, yo'l-yo'lakay xudolardan ishoralar izlashgan. Ularning bosh xudolaridan biri shunday deydi: Ilon yeb turgan burgutni ko'rgan joyingizga shahar qurishingiz kerak. Shu ishora ularga Tenochtitlan, bugungi Meftosda poydevorini qo'yish joyini ko'rsatgan, deyishadi. Aslanning o'zi esa hech qachon aniq topilgani yo'q. Ba'zilar uni Meksikaning shimolidagi quruqlik bilan bog'laydi, boshqalar esa butunlay ramziy, ruhiy yurt deb talqin qiladi. Zen yo'qolgan shahri va Amazon sarguzashtlari. 20 asr boshlarida ingliz tadqiqotchisi Percy Faust Amazon o'rmonlarida yuqori darajada rivojlangan qadimiy shahar bo'lganiga ishongan. U bu shaharni yo'qolgan shahri deb atagan. Faust bir necha marta ekspeditsiyaga yo'l oldi. Oxirgi safarida esa o'zi va yonidagilar butunlay bedarak yo'qoldi. Ularning taqdiri hanuzgacha sirligicha qolmoqda. Bugun arxeologlar Amazon hududida murakkab madaniyat izlari, katta yer ishlari, suv tizimlari, shaharlar bo'lganini tasdiqlashmoqda. Ammo Faust izlagan shahri aynan qaysi joy bo'lgani noma'lum. Mu va Lemuriya yo'qolgan qit'alar haqidagi orzular. 19-20 asrlarda ba'zi mualliflar Tinch va Hind okeanlarida bir paytlar katta qit'alar bo'lgan, keyin esa butunlay cho'kib ketgan degan go'yani ilgari surishdi. Ular bu qit'alarga Mu va Lemuriya nomini berishdi. Bu nazariyalarga ko'ra, u yerda juda rivojlangan qadimiy sivilizatsiyalar bo'lgan. Ular so'nggi muzlik davri yoki katta tabiiy ofatlar natijasida yo'q bo'lib ketgan. Ularning oz sonli tirik qolganlari esa Misr, Markaziy Amerika va boshqa joylarda yangi sivilizatsiyalarni boshlab yuborgan. Bugungi geologiya va plitalar tektonikasi ilmiga ko'ra, yaqin 60da butun qit'aning tezda okean tubiga cho'kib ketishi deyarli imkonsiz. Shu sababli Mu va Lemuriya ilmiy emas, balki ezoterik va okkult rivoyatlar darajasida qolmoqda. Tule dunyoning chet ramzi. Qadimgi Yunon va Rim mualliflari yozuvlarida Tule nomi uchraydi. Bu ko'pincha shimoldagi juda uzoq muzlik bilan qoplangan yurt degan ma'noni bildirgan. Ba'zilar uni Islandiya, ba'zilar Norvegiya, boshqalar esa Shetland yoki boshqa shimoliy orollar bilan bog'lashga harakat qilishgan. Ammo ko'pincha Tule geografik emas, ramziy tushuncha bo'lgan. Bilinadigan dunyoning oxiri. Bugun ham Ultima Thule iborasi eng chekka, eng noma'lum joy ma'nosida ishlatiladi. Trapalanda, Patagoniya afsonasi.
Janubiy Amerikada, Patagoniya hududida ispan mustamlakachiligi davrida Trapalanda yoki Sezarlar shahri degan afsona darak beradi. Rivoyatga ko'ra, bu yer oltin kumushga boy, hamma uchun yetarli boyliklar yashiringan shahar bo'lgan. Ko'plab sayohatchilar va sarguzasht izlovchilar Patagoniyadagi toklar va vodiylar orasidan bu shaharni izlashgan. Ammo hech kim uni topa olmagan. Bugun Trapalanda tildagi obraz sifatida qolgan. U bilan noma'lum uzoq ammo xazinalarga boy orzu yurt nazarda tutiladi. Xulosa, afsonalar nimani eslatib turadi? Atlantika, Eldorado, Mu yoki Lemuriya bo'lsin, ularning barchasi bir jihatdan inson ruhining oynasi. Bu afsonalar orqali biz boylik va hokimiyat ortidan quvishning oqibatlari, tabiatni suiiste'mol qilish va ekologik muvozanatni buzish narxi, urush va kibrning oxiri yoki shunchaki insoniyatning doimiy qiziqishi va izlanishini ko'ramiz. Haqiqiy yo'qolgan shaharlar, Pompey, Angkor, Petra, Teotihuacan, Maya shaharlarining qulashi bizga shuni ko'rsatadi. Eng rivojlangan jamiyat ham doimiy emas. Iqlim, siyosat, iqtisod yoki axloqiy inqiroz uni yemirishi mumkin. Afsonaviy shaharlar esa bizni o'ylashga majbur qiladi. Tarixda hali biz bilmagan nimalar bor. Hozirgi sivilizatsiya haqidagi xotira 1000 yillardan keyin qanday eslanadi? Biz bugun qurayotgan shaharlar, texnologiya va madaniyatlar qachondir kimlargadir yo'qolgan dunyo bo'lib tuyulmaydimi? Atlantika bo'lganmi yo'qmi, bilmaymiz. Lekin bir narsani aniq aytish mumkin. Yo'qolgan shaharlar haqidagi afsonalar bizga o'z tariximizga, o'z axloqiy tanlovlarimizga va kelajakdagi avlodlar oldidagi mas'uliyatimizga boshqacha nigoh bilan qarash imkonini beradi. Va ehtimol eng kattasi shunda. Ba'zan afsonalar biz hali to'liq o'qib bo'lmagan tarix kitobining so'nggi ochib borayotgan sahifalaridir.